Assalomu alaykum. Hurmatli kanal obunachilari va bizni kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, barchangizga alangali salom. Musofirda yurgan do'stlar, barchalaringizga alangali salom. Do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Har xil videolar tashlab boramiz. Nasib bo'lsa, videomizda kam ko'zlar bo'lsa, inobatga olmaysizlar degan umiddamiz do'stlar. Mana bugun 2025-yil 7-aprel sanasi do'stlar. Havo o'ta go'zal, ko'rib turganlaringdek. Qushlarning ovozini ko'rib eshittirsizlar do'stlar. Xudo xolasa mana giloslarimiz ham hech qancha bo'lmagan ulanganiga bu yil unchalik mevasi yaxshi bo'lmadi do'stlar. Juda ham kam hosil bo'lgan, uni ustiga uncha rivojlanmadi. Mana bu yerda yana bitta ulaganimiz bor, ya'ni olchaga gilos ulangan. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek, buni ham hosili unchalik yaxshi emas. Ya'ni xabarlaring bo'lsa, bu yil как раз bu mevalar gullagan davrda yomg'ir yog'ardi. Ancha kun yomg'ir yoqqaniga uncha bular meva ola olmadi.